Yer yuzida erkak ayol turmush quradi. Va mana shu er xotinni bir-biriga vafosi bo'ladi. Yer yuzida ayoliga vafodorlikda tarix Muhammad alayhisalomdek kishini ko'rgan emas. Hech bir erkak ayoliga Muhammad alayhisalomdek vafodor bo'lgan emas. Ayrim erkaklar ayollarni o'zidan past ko'radi. Bu ayni johillik. Ayni johillik. Xayrukum li ahli va ana xayrukum li ahli dedi payg'ambarimiz. Sizlarning ichinglardagi eng yaxshilar ahllariga, ayollariga yaxshi muomalada bo'lganinglar. Va men dedi payg'ambarimiz, ayollariga yaxshi muomala qiladiganlarning eng zo'riman. Mendaqa hech kim ahllariga yaxshi muomala qila olmaydi dedi. Demak, ayollarga lutf bilan muomala qilishlik birodarlar zaiflik belgisi emas.